Assalomu alaykum akalar, navbatdagi partiyamizni ham chiqarib olish arafasindamiz. Bugungi kundagi 2 va 3 kat yo'llarimiz Namanganga chiqib ketyapti. Zember bitta 35 kilovatligimiz, Zember bitta 30 kilovatligimiz. Buniki ikkalasininki bir xil bo'ladi, 120-130 kilo atrofida ko'mir eltadi. Bunisi chap tarafda bo'lgan ekan, bunisi o'ng tarafda bo'lgan garilkalarimiz. Motorlarimiz doimgidek 220 двойной reduktor katta motordan. Bunimiz miyasi, reversi bor. Orqa oldiga aylanadi. Zapchastlarni ham o'sha yaxshi zapchastlardan ishlatganmiz, originaldan. Ventilyatorlarda ham stikerlarimiz bor ekan. Bu yonda bittasi miyasi. Bittasi o'ng bo'lgan, bittasi chap bo'lgan. Bunisi 30 kilovatligimiz, bunisi o'ng taraf bo'lgan. Xudo xohlasa bugun Namangandagi mijozlarimizga yetkazib beramiz.